Dinayingiz bilan. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tirsizlarmi? Kayfiyat yaxshimi? Demak, azizlar, hozir Olim aka bilan sizlarga birinchi bo'lib aytib bermoqchi bo'lgan qo'shig'imiz hozirgi paytdagi zamonaviy qizlarga ataladi. Jonon qara qoshing seni tatuaj ekan-ku. Uzr. Olim aka, umas ekan. Mana bu ekan zamonaviy qizlarga ataladi. Ra'no degan sochlari sumbul tori. Ular aytar kimni yori. Shu qizlarni xurini ko'rdim, Telegramda zo'rini ko'rdim. Keyingi qo'shiq o'zini sevgan qizini mahallasida karillab qo'ygan bir yigitning qo'shig'i. Qurshab oldi 5-6 polvon, hech tomonga qocholmay qoldi. Kaltagidek bugun bemalol, ay bizda bugun yeb qo'ydik. Shantaj qildik, foyda bermadi. Tepkilashdi, hech dam bermadi. Telefon qilsak akaxonlarga, xo'p dedi-yu, hech kim kelmadi. Davom etamiz azizlar. Fotoradar borligidan bexabar bir haydovchining qo'shig'i. Yuzda kelib 90 bilan qayrildim. Mashinamni guvohnomamdan ayrildim. Teshildi-ku talonlar, esiz super salonlar. Jarimada qolib ketdi-ku sakadiska balonlar. Unutolmasam, kuni ko'rmasam. Unuting. Ko'niking. Azizlar, keyingi qo'shiq esa meni 15 yildan beri beminnat xizmat qilayotgan telefonimga ataladi. Qilmaymangina sabrimni sina, madinchina senga mushtoqman. Xo'p, bo'lmasam mana bundan boshlaymiz. Olim aka, Xo'sh. to'yma-to'y yurib, to'ylarni professional bo'lib ketgan bir ayolning qo'shig'i. Challarga borsam men agar, tog'aramni olib qaytaman. To'rtta nonga qo'shimcha qilib, tabakkalar solib qaytaman. Xudo xolalar o'ynagan chog'i, kaboblarda edi nigohi. Dasturxondan oqmasin yog'i, salafanga solib qaytaman. Ziyodani ajoyib qo'shig'i. Shum bola, shum bola, Abdurahim aka shum bola. Shum bola, Abdurahim aka shum bola. Pakana bo'yi bor. Boshladimi? To'xta. Adashman. Demak, keyingi qo'shiq hozirgi paytda bo'yanishga qattiq ruju qo'yayotgan ayrim qizlarimizga ataladi. Shu pari bo'yangan sari, holi bormi, nori bormi, Photoshop bari. Gar bo'yanmasa enamdan qari. Qarshingizda Olim aka bo'ldi. Rahmat.